Elchi afandi, biz musulmonlar Hazrati payg'ambarimizni qattiq sevamiz. Bu shunday sevgiki, u sevimlilarning eng yaxshisidir. Uning uchun jonlarini fido qilishgan. Biz ham o'ylab o'tirmay fido qilamiz. Sizlar bir teatr tomoshasini qo'yganingizni eshitdik. Payg'ambarimiz haqorat qilindi. Men kim? Bolqonlarni, Iroqni, Suriyani, Jabal Lubnani, Hijozni, Kavkazlarni, Anadolu va poytaxtning sultoniman. Men kim? Islom xalifasi Abdulhamidxonman. O'sha tomoshani to'xtatmasangiz, dunyoni boshingizga ataraman.